Shoshilinch xabar hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Boeing 767-300 samolyoti texnik nosozlik tufayli Rossiyaning Krasnoyarsk shahridagi aeroportga favqulodda qo'nishni amalga oshirdi. Bu haqda Lenta nashri xabar berdi. Samolyot bortida 122 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bo'lgan. Jarohat olganlar yo'q. Aeroport odatdagidek ishlamoqda, deyiladi xabarda. Ushbu vaziyat yuzasidan Uzbekistan Airways munosabat bildirdi. Texnik sabablarga ko'ra H-707 reysi Toshkent-Vladivostok Krasnoyarsk shahridagi zaxira aeroportga yo'naltirildi, deyiladi aviakompaniyaning rasmiy Telegram kanalida. H-707-708 reyslarining keyingi harakat jadvali va batafsil ma'lumotlar qo'shimcha ravishda e'lon qilinishi ta'kidlandi.